2026 yilda yangilangan Chevrolet Damas bozorda yana katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan va eng ommabop tijorat avtomobillaridan biri bo'lib kelgan va 2026 talqini bilan u yanada zamonaviy ko'rinish, yaxshilangan texnik imkoniyatlar hamda yangilangan narx siyosati bilan taqdim etilmoqda. Damas doimo tejamkorligi, arzon xizmat ko'rsatish xarajatlari va kichik biznes uchun qulayligi bilan ajralib turgan. Yangi model esa shu an'anani davom ettirgan holda ayrim muhim yangilanishlarni ham olib kelgan. 2026 yilgi versiyada tashqi dizayn biroz yangilangan. Old bamper va radiator panjarasi zamonaviyroq shaklga ega bo'lib, avtomobilga yanada jozibali ko'rinish beradi. Faralar dizayni yangilanib, yorug'lik sifati yaxshilangan. Kuzov shakli avvalgidek ixcham saqlangan, chunki aynan shu ixchamlik Damasning tor ko'chalarda va shahar ichida erkin harakatlanishiga imkon beradi. Yuk tashish yoki yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan variantlari mavjud bo'lib, har bir xaridor o'z ehtiyojiga mos turini tanlashi mumkin. Salon qismi ham kichik, ammo amaliy tarzda ishlab chiqilgan. 2026 modelida o'rindiqlar materiali yaxshilangan. Panel dizaynida mayda o'zgarishlar kiritilgan va ba'zi komplektatsiyalarda zamonaviy audio tizim ham qo'shilgan. Konditsioner tizimi samaradorligi oshirilgan. Bu ayniqsa yozning issiq kunlarida katta qulaylik yaratadi. Old panel ergonomik jihatdan sodda, lekin haydovchi uchun qulay tarzda joylashtirilgan. Rul boshqaruvi yengil va shahar sharoitida juda qulay. Texnik tomondan 2026 yilgi Damas o'zining ishonchli dvigatelini saqlab qolgan. 8 litr hajmdagi benzin dvigateli tejamkorligi bilan mashhur. Yoqilgi sarfi o'rtacha 100 kilometrga 6-7 litr atrofida bo'lib, bu kichik biznes egalari uchun juda foydali ko'rsatkich hisoblanadi. Mexanik uzatmalar qutisi oddiy va ishonchli ishlaydi. Avtomobilning maksimal tezligi yuqori bo'lmasa-da, uning asosiy vazifasi tezlik emas, balki iqtisodiy va samarali harakatlanishdir. Endi narx masalasiga to'xtalsak, 2026 yilgi Damas narxlari komplektatsiyaga qarab farq qiladi. O'zbekiston bozorida boshlang'ich narx o'rtacha segmentda saqlanmoqda. Bu esa uni hali ham eng arzon yangi avtomobillardan biri sifatida ushlab turadi. Yo'lovchi varianti va yuk tashish varianti o'rtasida narx farqi mavjud. Qo'shimcha opsiyalar, masalan, konditsioner yoki yaxshilangan audio tizim tanlansa, narx biroz oshishi mumkin. Shunga qaramay, umumiy hisobda Damas o'z segmentida eng maqbul takliflardan biri bo'lib qolmoqda. Yangi imkoniyatlar orasida xavfsizlikka ham e'tibor qaratilgan. 2026 modelida xavfsizlik kamarlarining sifati yaxshilangan, ba'zi versiyalarda kuchaytirilgan tormoz tizimi qo'llanilgan. Osma tizimi shahar yo'llariga moslashtirilgan bo'lib, yuk bilan ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Bu esa tadbirkorlar uchun muhim omil hisoblanadi, chunki yuk ortilgan paytda avtomobilning barqarorligi katta ahamiyatga ega. 2026 yilgi Damas kichik biznes egalari, savdo bilan shug'ullanuvchilar va oilaviy foydalanish uchun mos variant sifatida o'z o'rnini saqlab qolmoqda. Arzon ehtiyot qismlar, sodda konstruksiya va ishonchli mexanika uni uzoq muddat xizmat qiladigan avtomobilga aylantiradi. Ayniqsa, qishloq hududlarda va kichik shaharlarda bu model juda talabgir. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Chevrolet Damas katta texnologik inqilob qilmagan bo'lsa-da, u o'zining asosiy ustunliklarini saqlab qolgan holda kichik, lekin muhim yangilanishlar bilan taqdim etildi. Tejamkor dvigatel, qulay boshqaruv, maqbul narx va ishonchlilik, bularning barchasi uni yana bir yil davomida eng ko'p tanlanadigan avtomobillardan biriga aylantirishi mumkin. Agar siz arzon, iqtisodiy va amaliy avtomobil qidirayotgan bo'lsangiz, 2026 yilgi Damas albatta e'tiborga loyiq variant hisoblanadi.